900 grammiga 600 ming so'm. 30 yuan ekan. 30 yuanimiz bizda 55 ming so'm atrofida. 55 mingga 3 ta, to'g'ri? Biz Pampers deb o'rganib qo'yganmiz u. O'zi aslida u brend, mana bunaqa Pampers bo'ladi. 1 kilosiga do'stlar, 1 kilosiga 211 yuan, bu taxminan 380 ming so'm. 1 kilogrammiga 380 ming. Zavoddan chiqqan narxga shuni qo'yib beradi deyishgan. Hammaga salom do'stlar. Endi biz o'zbek bo'lganimiz uchun bilasizlar, hamma narx-navoga qiziqadi, qayerda nima nechta pul turishini. Bugun sizlar bilan do'stlar Sam's Club do'koniga tashrif buyurganmiz. Bu do'konimiz Amerikani filial do'koni hisoblanadi. Endi bilasizlar, amerikanlar oddiy narsalar o'ylab topmaydi, har xil qiziq narsalar o'ylab topadi. Bugun sizlar bilan har xil produktlar narxini va texnikalari nimaki do'konda bo'lsa hammasining narx-navosini ko'rib chiqamiz do'stlar. To'g'rimi? Ketdik. Qani ketdik. Do'stlar, do'konga kirib kelishimizda shunaqangi kartinkalarimiz bor. Kattaligini ko'rib turibsizlar. Juda ham katta kartinkalardan hisoblanadi. Odamlar juda ham ko'p. Hamma o'z mahsulotlarini olishga harakat qilib tepaga chiqib ketishyapti do'stlar. Bu do'konimiz oddiy emas deganimiz sababi mana shu kontrolyorimiz turibdi, ko'rib turibsizlar. Biz maxsus QR kodlarni ko'rsatib, keyin ichkariga kirishimiz mumkin bo'ladi. O'zingizlar ko'rdinglar do'stlar, QR kod skaner qilib o'tib ketyapmiz, tepaga chiqib hozir do'konimizni sizlarga ko'rsatamiz. O'zi QR kod nimaga kerak? Bu karta bo'ladi. 260 yuan ichiga tiqiladi. 1 oygami, 1 yilgami? 1 yilga. 1 yilga. Do'stlar, 1 yilga 260 bu taxminan $40 atrofidagi pul, 1 yillik abonement. Nima uchun? Aytishlari bo'yicha Sam's Club, mana shu do'konimiz narx-navolari zavoddan olib ustiga qo'yib sotmas ekanda, zavoddan shunchaki olib do'koniga qo'yib qo'yar ekan. Pul ishlashga keladigan vaqtda mana shunaqangi abonementlar bilan odamlardan pul olib narxlari tan narxiga zavoddan chiqadi, shuni olib kelib qo'yadi, sotadi. Ya'ni ustiga foyda qo'ymaydi, odamlardan pul olib foyda qilarmish. Biz shu vaqtgacha shu kartasiz foydalanib kelganmiz. Ya'ni o'rtog'im ichkarida yoki shunga o'xshagan har xil bahonalar qilib yolg'on joyga kirib ketganmiz. Tovlamachilik yo'llari bilan, qalloblik yo'llari bilan ichkariga kirganmiz shu kungacha. Nimaga deganda, birovi QR kodini ko'rib, biz og'aynisimiz deb kirib kelganmiz. Hozir endi o'zimiz sotib oldik. Oxirgi marta tutilib qolganimiz uchun. Tutilib qoldik do'stlar. Keyin uyaldik chiqib ketishga. Sotib olishga majbur bo'ldik. Nima uchun? Bizning shaharimizda, endi kichkina shaharda turamiz. Bizning shaharimizda bu do'kon yo'q. Ya'ni bu abonement olishimiz bizga zarar keltiradi. 1 yilda bir marta kelamizmi yoki yo'qmi? To'g'rimi? O'shaning uchun 3-4 marta kelishimiz mumkin. Bizga ne выгодно bu narsa. Lekin barib sotib oldik, anu to'lamachilik qilganimiz bilan rashod bo'lib ketamizda. Shunaqa arifmetika do'stlar. Ana endi do'konimizni bir tomosha qilinglar kirib kelishimizda. Voy deydi-ku, qaranglar do'stlar. Har xil texnikalar, maishiy texnika, xolodilniklar, stiralniy mashinalar 6 ming yuan ekan bu, $8 atrofida Panasonic. Do'konimizning kattaligini ko'rib turibsizlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek do'stlar, bu narsalar hammasi sklad, ya'ni do'konni o'zi bir katta bir sklad, alohida qanaqadir skladlarga olib, ularga yana arenda to'lab, keyinchalik zararga kirmasligi uchun do'konni o'zini sklad qilib qo'yishgan. Mana shu jarayon ularga pulni tejashga yordam beradi. Do'stlar, bu yerda navbatimiz turibdi, ko'rib turibsizlar. Sam's Clubni antiqa narsalardan biri. Shu yerning o'zida go'shtlarni tayyorlab, mahsulotlarni tayyorlab ko'rsatib berishadi. Do'stlar, do'konni kattaligidan adashib qolish hech gap emas. Har bitta rad o'ziga mos narsalar bilan qo'yilgan. Bir tomondan skоворodkalar u, bir tomondan har xil termizlar, duxovkalar u, hamma texnikalar bor do'stlar. Bu joyda bir kelib katta summalarda o'zingizlarga xaridlarni qilib ketsanglar bo'ladi. Hamma narsa bitta joyda bo'lgani yaxshi-da baribir. Do'stlar, bunaqangi do'konlarda antiqa narsalar juda ko'p. Ko'rib turibsizlar, chemadon hamda qo'shimchasiga bu
Samokat. Aeroportlar katta bo'ladi, bilasizlar? Zerikib qolgan paytda nimanidir kutib o'tirmasdan bemalol o'tirib kattalik qilib yursanglar bo'ladi. Albatta yosh bolalar uchun. Lekin narxi shunga yarasha qimmat ekan. 2600. Bu taxminan $400 ga yaqin pul bo'ladi. Ancha qimmat. Mebellarimizdan ham qo'ymasin do'stlar. Mebellarimiz. Mana shunaqangi postavkamiz. Germaniyaniki, mana emblemalar turibdi. 330 yuan. Bu taxminan $48 do'stlar. Hozircha bizlar narx-navoni tekshirib ko'ramiz, qarab. Do'stlar, hammamizga ma'lumki, bugungi kunda Xitoy bilan O'zbekiston o'rtasida vizasiz rejim e'lon qilingan. Bilasizlarki, Xitoyda hamma narsa arzon. Eng arzon aviachiptalar esa aviasales.uz da. Aviasales.uz ilovasini yuklab olamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan yo'nalishni tanlab, sanalarni belgilab chiqamiz. Bu yerda eng qulay va eng arzon qismlaridan o'zimizga yoqqan chiptalarni tanlab, bemalol uchib ketishimiz mumkin. O'zimiz foydalanganligimiz uchun sizlarga ham maslahat beramiz. Do'stlar, sizlarga aytgan produkt mahsulotlarimizni narx-navosini aytib o'tamiz. Mana bu ikkita sho'rbodirni qaranglar. Taxminan 1 litrga yaqinroq, ikkitasi 40 yuan bo'ladi. 40 yuanimiz bizda 70 ming atrofidagi pul bo'ladi. Asal, do'stlar, 1 litr asalimiz to'g'ri 1 kilogramm 70 yuan ekan. Bu 150 ming, 140 ming atrofidagi pulga yaqinroq. Bunaqangi pastamiz 90 yuan. 90 yuan ekanmi? Bu 150 ming atrofidagi pul. Ko'rib turibsizlar? Nima derdi buni? Semchka bodomda xullas. Pista bodom, pista yog'i. Shunaqa narxlarda. Qaranglar, asal aralashtirilgan. Koreyadan kelgan ekan. Limonli, Koreyaniki. Choy. Ancha og'ir. 2 litr. 69 yuan. 69 yuan. 140 ming atrofi. Narxlar hozircha yaxshi, menimcha. Kashalarmi bular? Bolalarga kasha adashmasam do'stlar. Yosh bolasi borlar. Bunaqangi narsaga juda qiziqsa kerak, 8 gramm. 150 yuan. Bu eng qimmat ekan. Bu eng qimmati 150 yuanimiz 240 ming so'm do'stlar. Kashamiz 8 grammlik. Pomidormi bu? Do'stlar, quritilgan pomidor katta korobkada. Ichida shunaqangi narsalarni qilib qo'yishgan. Bu ham taxminan 140 ming so'm ekan. Pomidorlarni quritib, korobkalarga tiqib qo'yishibdi. Do'stlar, salfetka kerak bo'ladigan narsalardan ko'rib turibsizlar, ancha-muncha kattaligini mana shunda. 30 ming so'm. Ichida 48 ta bo'lar ekan, kichkina. 30 ming so'mga arziydi albatta. Mayli, joyiga qo'yib qo'y. Kiradiganlar uchun do'stlar, katta shunaqangi kapsulalarimiz ichida 52 ta bo'lar ekan. K ekan brendining nomi. Bu taxminan 140 ming so'm. 52 ta ichida mana. Kattaligini ko'ryapsizlar. 140 mingga menimcha ancha arzon. 4 tasi birda deb yozib qo'ying. Mana do'stlar, yana bitta mahsulotimiz katta. Oshxona rulon qog'ozi bor-ku. Ana shunaqangi qog'ozlardan 50 yuan ekan. Og'irligi ham ancha og'ir. Ancha og'ir ekan. Do'stlar, 85 ming so'm. 85 ming. Katta. Bu anaqa odamni issiqda sovuq qiladigan towel. Sochiqchalar. Do'stlar, issiq kunlarda shunda bo'yningizga qo'yib olasiz. Menga o'xshab terlab yuradigan bo'lsangiz, shunda qo'yib olasizda muzdekkina bo'lib ketaverasiz. Ichida ancha-muncha 20 ta dona ekan. 20 ta donaga bizga 85 ming so'mga berishyapti shu narsamizni. Sizga kerak ekan mana. Yugurishda, velosiped haydashda yoki haykingga chiqqaningizda. Yaxshi narsa ekan. Endi men bunaqa narsalarni do'stlar, biz dehqon odammiz-da, biz bunaqa narsa ximikat deymiz-da. Bitta suv qo'yib, polni kiyimlarni qo'l qilib yuraverasiz. Ximikatda bu. Tabiiy emas-da. Bizga sochig'i qo'lab artganimiz o'zi yetadi. Do'stlar, falga katta 50 metr ekan. 50 metrli falga bo'ladimi hech zamonda? Ikkita. 50 metr, 100 metr.
100 metr. Oho. Narxi 37 yuan. Bu degani 70 ming so'm atrofida. 70 ming so'm. Ikkita rulon 100 metrlik. Do'stlar, katta одноразовый idishlar. Bambukdan qilingan, ko'rib turibsizlar. 300 ta olishmi? Ha, ancha-muncha. 300 ta dona. Donasi 300 ta. Kattaligini ko'ryapsizlar. 30 yuanga ekan. 30 yuanimiz 55 ming so'm atrofidagi pul. Do'stlar, yana bitta lagan. Одноразовый laganlar. Ichida 120 ta dona ekan. Bunaqa lagan qog'ozda одноразовый. Bu ham 55 ming so'm atrofida. Do'stlar, kofe-pofe qiladiganlar bo'lsa, restoranmi nima deylar bo'lsa, bunaqangi kofelar uchun katta maxsus одноразовый idishlar. Bunimizda ichida 96 ta bo'lar ekan. Vesi ham ancha og'ir, ha? 50 yuan. Yo'qmas? 50 yuanimiz do'stlar 85 ming so'm. Men shuni o'zimizda deydi, 10 tasini 17 yuan ko'rgandim. Shunaqa. 20 yuan. Ancha arzon, ha? Ko'p olganinglarning hisobiga va boya aytganimdek, bular Sam's Club ustiga narx qo'ymaydi-da. O'sha abonementlardan foyda qilib, zavoddan chiqqan narxga shuni qo'yib beradi deyishgan. Hozircha gaplari oqlashyapti. Ancha arzon. Do'stlar, parashokimizni ko'rsataman. Jidki parashok. Kir yuvadigan ikkita ekan. Ikkita Dental brendi. Menimcha ko'pchilik biladi. Bu brendni og'ir ham. 308 litrli bittasi. 4 litr deyarli. 8 kilogramda. Narxi 140 yuan do'stlar. 140 yuanimiz bizda bo'ladi 260 ming so'm. 8 litr jidki parashokimiz. 260 ming so'm. 3 ta dona. 3 ta dona do'stlar, mana bunaqa tualet yuvadigan, vannalarni yuvadigan 30 yuan ekan. 30 yuanimiz bizda 55 ming so'm atrofida. 55 mingga 3 ta, zo'ra? Nima yuvadigan? Zo'r narxlar. Biz nima olib ketamiz uyga? Bizlar nima olishimizni hali aniqlamadik do'stlar. Hozircha ko'rib, qidirib. Kelganga yarasha olaylik. Kelganga yarasha olishimiz kerak, ha. Shuncha pul to'ladik axir. Pul to'lagandan keyin olishimiz kerak albatta. To'g'rimi? O'tgan safar go'sht olgandim faqat. Qizchalarga nechta ekanchi? 7 ta. Do'stlar, hozir kiyim отделiga keldik. Naskilar ko'rib turibsizlar. 7 ta naski, 7 ta para naski. 37 yuanga. 70 ming atrofida. Har bir 10 mingdan ekanda, so'mda. 10 ming so'mdan. Ajoyib. Endi bu yerda turklar bor, nimalar bor. Har xil nimalar bor. Bularni ko'rsatib yotmaymiz hammaga. Narxlari deylik, orqamachalab ko'rsatdik. 1 2 3 4 6 ta. 6 ta. 6 tasiga 70. Donasiga 18 ming so'mdan to'g'ri kelyapti do'stlar. Женский turli. Женский turli donasiga 18 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Bu tomonlarimizda kiyim-kechaklar bor. Har xil trikolar, murskoy, женский, kачествоsi yaxshi menimcha. Ancha yengil ekanda. Zo'r, 100 yuan ekan. 175 ming so'm. 175 mingga. Hammasi Amerika brendi ekan. Do'stlar, hammasi amerikanskiy brend, yevropeyskiy brend. Spider degan 179. Bunaqangi Spider degan brendda agar bilsanglar e'tiboringlar. Ajoyib. Joyga qo'yib qo'yaylik. Mana yosh bolalarimiz, yosh qizchalarimiz yaxshi ko'radigan Anna bilan Elsa kiyimlari. Yuanda 140 yuan ekan, o'zbek so'mida 240 ming so'm bo'ladi. 240 ming so'm. 40 ming so'm bo'lar ekan. Ajoyib do'stlar, 240 mingga arziydimi yo'qmi? Yosh bolalar kiyimchasi bayram sayyorlarda kiyiladi. Men arziydi lekin quyonchalar bilan birga. 240 ming yomon emas. Qarang, dumchasi ham bor ekan. Albatta.
Do'stlar, propaganda sifatida qabul qilmaysizlar. Sizlarga hozir alkogol ko'rsataman. Jack Daniels do'stlar. Viski bu deyarli 2 litr. Narxi 500 ming so'm. 500 ming so'm narxi. Vodka Absolut. Bilganlar biladi brendlari, barda ishlaydiganlarga balkim yaxshi ma'lumot bo'lar. Narxi 320 ming so'm. Vodkamizniki 500 ming so'm Jack Daniels viskisi. Ma'lumot uchun aytib qo'ydim. Mana shu yerda turib turgan hamma kiyim отделida kiyimlari bor. Hammasi 80 yuandan. Ya'ni bu 150 ming atrofida bo'ladi. Do'stlar, sifatlari har xil, yosh bolalarga albatta, futbolkachalar, har xil shortikchalar. Ajoyib kiyimlar, o'sha boya ko'rsatganimdek juda ham ko'p. Ikkita ekan bu. Ha, birdaniga ikkita. Bitta olsanglar, ikkinchisini qo'shib beradi, как будто. Narxi ichida-ku, hammamiz bilamiz. Hammasi ikkita ekan. Ha, endi do'stlar, nima deydi? Biz ekonomistda, biz iqtisodga o'qiganmiz, unaqa marketingiy ikkita olsang, uchinchisi sekin, 5 ta olsang, shu bilan umring oxirigacha bemalol yasha degan marketingiy narsalarga biz uncha ishonmaymiz. Chunki narx har doim ichida bo'ladi. Tekin degan narsa yo'q do'stlar. Tekinga narsa bo'lmaydi hech qachon. Esinglardan chiqarmanglar. Yosh bolasi borlar uchun do'stlar, bunaqangi o'yinchoqlarimiz ham talaygina. 2000 yuan ekan. $300 atrofidagi o'yinchoqlarimiz, velosipedlarimiz do'stlar. 750 yuandan boshlanar ekan. Ko'rib turibsizlar, sifatlari ancha yaxshi. Bunisiga xavotir olmasanglar ham bo'ladi. 750 yuanimiz $110dan. 1 million 300 ming so'mdan boshlanadi. Albatta yosh bolalar bunaqangi samakatchalari bor. Bu taxminan 340 ming so'mdan. Kattalarniki $200 dan boshlanadi samakati. Do'stlar, ko'pchilik uchun qiziq bo'ladigan menimcha hozirgi kunda Pampers muammolari juda ham ko'p. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, Pampers. Bu degani haqiqiy Pampers, biz Pampers deb o'rganib qo'yganmiz-ku. O'zi aslida u brend, mana bunaqa Pampers bo'ladi. Birinchilardan chiqqan deydi-ku. Narxi do'stlar 114 ta dona. Qo'shimchasiga 8 ta sovg'a. Qo'shimchasiga vlajniy salfetka 2 ta qo'shib beryapti. 250 yuanga. Bu taxminan 420 ming so'm atrofida bo'lsa kerak. 420 mingga 114 ta. Huggies ham bor ekan yuqorida. Ha do'stlar, Huggies'lari bor. Brendlar, Pampers, ayniqsa Pampers brendi ko'p ekan. Huggies arzon ekan, 123 yuan. Huggies arzon ekan. Pampers hali bizga bor. Yana 1 yil bormi? Ha, do'stlar, biz endi kasha-masha bilan Pamperslar bilan o'ralashib qolishimizga ozgina bor. Biz hali bolali bo'lmaganmiz. Endi rejamiz bor shunaqa. Shu yil, balkim keyingi yil uzog'i bilan bolali bo'lib, keyin kasha tasha, Pampers tasha, qattasan boshlanadi. Chunki nimaga? Oila muqaddas deymiz, to'g'rimi? Nega deganda, turmush qurishga tayyor bo'lishi mumkin odam, lekin farzand ko'rishga yana alohida tayyor bo'lish kerak. Bu juda katta mas'uliyat. Nimaga deganda, bola bizning shaxsiy mulkimiz bo'lmaydi. Unga yaxshilab qarab, yaxshi sharoitlarda katta qilishga majburmiz qaysidir ma'noda. O'shaning uchun o'ylab ko'rib, hisob-kitob qilib bolali bo'linadi. Pastga tushib. Bo'ldi, pastga tushamiz. Bor. Aytdim, pastda borda. 2 etajli. Ha do'stlar, ikkinchi qavatimiz texnika asosan, o'yinchoqlar, pamperslar, oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq bo'lmagan narsalar edi. Ana endi birinchi qavatimizga tushib kelyapmiz. Ko'ryapsizlar, bu joylarda haqiqiy oziq-ovqat sotiladi. Odamlar ham hammasi shu yerda. Oziq-ovqat hamma yeyish bilan ovora, qorin dardida deydi-ku. Hamma qorin dardi bilan. Go'shtga ochirib qarang. Mana bunaqasiga ketdi. Qarang, ko'ryapsizmi? Oho.
Shirinlikka shuncha ochret. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana bu navbatda. Nega desanglar, mana bu joyda tekinga shirinlik tarqatishyapti. Ko'ryapsizlar odam ko'pligini. Mana bu joyda o'sha shirinligimiz sotiladi. Agar mazasini yeb ko'rib, keyin sotib olaman desanglar, mana shu navbatga marhamat do'stlar. Biz yeb ko'rmaymizmi bugun? Hattoda baliq qovuryapti. Baliq qovurilgan hid. Va qarang, egizaklar bor ekan. Do'stlar, shunaqangi navbatlarimizdan yana biri, mana bu yerda baliq tayyorlanmoqda. Ko'ryapsizlar, tayyor olovda baliq tayyorlanyapti. Endi do'stlar, tekin bo'lgandan keyin bilasizlar, tekin bo'lsa lom yut degan gap bor. Go'sht olib ketishimiz kerak. Yaxshiroq go'shtdan olib ketishimiz kerak. Ha, yur, mana shu narx-navosini aytib o'tamiz. Mana endi do'stlar, o'tgan galgi videomizda go'sht narxi bizanikidan arzon bo'lsa arzon, lekin qimmat emas degan ekansizlar. Sam's Clubda hozir sizlarga narx-navolarni aytib o'tamiz. Do'stlar, 1,5 kilogramlik mol go'shti Avstraliyaniki. Avstraliyani 1,5 kilo mol go'shti 240 ming so'm. 240 ming, 1,5 kilo. Katta laxm go'sht do'stlar. Bu ham Avstraliyaniki. Buni vesi 1,6. 1 kiloga 600 gram. 260 ming so'm. So'mda 260 ming. Mol go'shti. Ish qator poli mol go'shtiga. Avstraliyadan sho'rvalar uchun olingan shunaqa go'shti 120 yuan, ya'ni 240 ming so'm. 220 ming so'm. 220 ming, 210 ming atrofida do'stlar. Bu sho'rvalar uchun yog'li bo'ladi, sho'rvaga tashab qo'yasiz, tez pishadi. Shunaqa narx. 1 kilo go'sht. Yog'li go'sht. Mana bu yerda eng qimmat go'shtligini qarang. Ana endi do'stlar, premium go'shtlarimizdan bu qanaqadir mramorniy говядина ham deb aytiladi, adashmasam. Shunaqangi yog'lari oralarida bo'ladi. 1 kilosiga do'stlar, 1 kilosiga 211 yuan, bu taxminan 380 ming so'm. 1 kilogrammiga 380 ming. Mana shunaqangi joylarda do'stlar go'shtlarimiz kesiladi, tayyorlanadi, shunaqangi qadoqlarga solinadi. Mana ishchan erim. Men Sam's Clubga bunaqa kelishni xohlamagandim. Daradimiz kam qolibdi ishchi. Men Sam's Clubga aylanganimga o'xshaysiz video voice. Videoga olaylik, keyin aylanaveramiz. Mana shunaqa mol go'shtli burgerlarimiz 60 yuan ekan. Ya'ni bu 100 yuan, 100 ming so'm. 100 ming so'm, ichida 9 ta bo'ladi do'stlar. Ko'rinishi shunaqa. Istab-istab yevoramiz-da. Shamollaganman. Hamma gaplarim esimdan chiqib qo'ydi. Nima deyotgan bilmayman. Bu nima? Baliq tayyor. Wow. O'g'irligini. Shunaqa 80 yuan ekan. Baliq g'alati yog'lar bilan. O'zasi nima qilyapti? Of, odam ko'p. Shunaqa tovuq grill bor ekan, katta issiqda 40 yuan, ya'ni bu 70 ming. Hozir bunaqa qilsam oqib ketishi mumkin-da, qo'rqdim. Do'stlar, sutli mahsulotlarga keladigan bo'lsak, mana bunaqangi brend, agar bilganlar bo'lsa, e'tiboringlar. 180 ming so'm ekan. 400 gram. 180 ming. Truffle Barbers degan. Mana shunaqa qaymoqlar bor ekan. Buni ko'rishingiz mumkin. 85 ming so'mdan. Mana shunaqa krem chizlar bor ekan. Bu 100 ming atrofida. Do'stlar, bunaqangi Philadelphia degan yogurt bor ekan.
3 ta donasi 1 Krem cheez bu. krem cheez bu. Men yogurtmi debman. 110 ming atrofi. Krem cheezga men yogurt deb o'ylabman-da. Hayron qoldim, yogurt shunaqa qimmat bo'lishi mumkinmi deb. Unaqa bo'lmaydi-da. Do'stlar, bolgarskilarimiz, bilasizlar-ku, katta-katta, qizil sariq bolgarskiy 1 kiloyu 2. 1-2. Kilosiga do'stlar taxminan 50 ming so'm ekan. 50 ming so'm kilosiga. Ichida 1 2 3 4 5 6 7 ta bor bo'tdi, 1-2 bo'tdi bu. Bu taxminan 65 ming shunaqa bo'tdi-da. Mana. Qo'l qorinlar bor. Ha? Yo'q, chesnok ekan bu. Do'stlar, tayyor archilgan chesnok paketda ichida. Yarim kilo. 18 yuan qancha bo'ladi? 35 ming so'm atrofida, 35 ming. Normal. Yarim kilo archilgan chesnok. Normal. O'zbekistonda 5 mingdir. 10 mingdir vaqt. O'zbekistonda 5 ming 10 ming bo'lishi mumkin emas-da. Bunaqa narxlar qolmagan deyishyapti-ku. Biz o'zi 7-8 oy oldin qaytgan bo'lsak ham. Bozorlik qilmaganmiz. 7-8 oy oldin qaytganmiz. Bizga sizlar O'zbekistonga kelsanglar narxlarga hayron qolasizlar deyishyapti. Bilmadik endi. Kapustalarimiz bor do'stlar. Kapusta deganda salatda, salatni list deydi-ku. 4 ta donasi 600 gram. Ko'rib turibsizlar. 600 grammimiz 18 ming so'm. 18 ming so'm. Do'stlar, tayyor salat, archilgan, hamma narsasi kesib qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, ikkitasi 45 ming so'm. Avokado do'stlar, bizning hududlarda adashmasam avokado qimmat turadi. 6 ta donasi katta. 6 dona. Vesi ham 1-2. 1 kilo 200 gram, 6 donasi 100 ming so'm. Bizga kerak bo'ladi, olamiz. Rambutan. Nima meva bu? Bu anaqa lechiga o'xshaydigan. Tipratkanga o'xshagan meva ekan. Qaranglar do'stlar. Tipratkan meva. 1 kilo 100 ming so'm ekan bu ham. Bizga kerak emas. Bu eski ekan, qarang, suvlar oqib. Eski ancha suvlar oqib qolgan ekan. Lechida boshqacha turadimi shu? Lechi degan meva do'stlar, juda ham zo'r mevalardan hisoblanadi. Sal boshqacha turi ekan faqat. Bu 1-2 kilogramga 100 ming so'm. Gilos. Oho. Gilosimiz 300 yuan. 129. Oho, qaysi birmi? Ma'lum bu 300 yuanligi. Wow, do'stlar, gilos. Hozir gilosni sezoni menimcha 900 gramga 600 ming so'm. 1 kiloga ham emas. 900 gramga 600 ming so'm. Do'stlar, gilos. Yaqin ko'rsatdim, mana buni katta ekan. Lekin gigant, katta, haqiqiy gilos qani. Nima olmaday gilos. 600 ming. 1 kilo. Почти. O'zbekistonda shunaqa ma'noqadan ko'rgandim. 6 dona nokimiz do'stlar. 6 dona nok. Qizil qanaqadir boshqa nok ekan bu. Ko'rinishini ko'ryapsizlar. 100 ming so'm 6 tasi. Katta. Kerak emas. Nima edi mana shu? Phoenix. Dates. Phoenixda do'stlar, xurma ham sotilar ekan. Phoenixmi deydi-ku. Ko'ryapsizlar? 900 gramiga 97. 900 gramiga 175 ming. 900 gramiga. Mana buni siz olasiz-ku har doim. Qanchaga olasiz? 40 yuanmi? Bu 40 yuan ekan. Mana bu mevamiz do'stlar, o'zimizda shaharimizda ancha arzonroq, shuncha 20 yuanga olardim-da men. Bu yerda 40 yuan ekan. Endi bu qanaqadir importni bo'lsa kerak-da, Marsdan olib kelingan. Do'stlar. Nimadirda o'zbekchasiga, ruschasiga biladi? Golubika do'stlar. Ko'rib turibsizlar, golubika vesi yarim kilogram. Yarim kilogrammi bizga 100 ming so'm ekan. 100 ming so'm yarim kiloga. Sal qimmat ekan. Bizni sal arzonroqda o'zimiz chaqirdik o'shanda olganimizda.
o'sha shaharda ham bo'ladigan supermarket arzon. Do'stlar, bizlarni birinchi videomiz bir haftalik ro'zg'or deb nomlangan. Bu yoqda ham oziq-ovqatlar narxini aytib o'tgandik. Bir xil narsalar u yoqda arzonroq, ko'p narsasi bu yoqda arzonroq. Shunaqa. Olma 40 yuan. Ha, olma do'stlar. 9 ta dona olma, katta-katta. Taxminan 70 ming so'm ekan. Tarozlarni shunaqa qoplarga, korobkalarga solishga nima? Qani ko'rsatchi. Og'irligini Do'stlar, nima bu? Tarvuz do'st. qoplar, boksga solib, korobkaga solib. Korobkada do'stlar tarvuz og'ir ancha-muncha. Donaga yo'g'an. Ko'ryapsizlar-a? Nech pul ekan? 50 yuan. 85 ming so'm atrofida. Ancha nima deydi? Donagisiz bittaga yomon emas. Olib borib qo'y. Oldingmi, endi olib borib qo'y deydik. Amallar. Shunaqa do'stlar. Bitta tarvuz agar 85 ming atrofida bo'lsa yomon emas. Bu antiqa tarvuzda, dalan tarvuz emas. Do'stlar, odamlarni ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p. Endi bu shunaqangi odam ko'p yig'ilmasa, o'zini oqlamaydigan market. Bu tomonlarimizda do'stlar har xil marojnilar bor, har xil kremlar bor. Butun отдел muzlagan mahsulotlar ham sotiladi. Ichida somsalar ham bor, chuchvaralar bor. Bilasizlar o'zingizlar. Wow! Nima ekan bu? Shokolad. Shokolad? Fransuzskiy. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi shokoladni? Bular qilib yursa bo'ladi. Orqasiga lollipopga o'xshagan shokoladlar bor. Orqasiga rasmlarni qo'yib qo'yishdi, har xil ko'rinishda bo'ladi degan ma'noda, cho'pi-cho'pisga o'xshagan. 600 gram ekan. Nech pul ekan bu? 69 yuan. 69 yuan. Do'stlar, 70 yuan bo'lsa, bu taxminan 110 ming so'm atrofida bo'ladi. Olamizmi? Kerak emasdir. Kerak emasmi? Ha, kerak emas. Sovg'aga olsa bo'ladi ekan. Ha, qachonlardir balkim podpishkalarimiz ko'payib, sizlar vaqtida obuna bo'lib, like bossanglar, shunaqangi narsalardan sizlarga sovg'a qilishimiz mumkin do'stlar. To'g'rimi? To'g'ri. Mamamni qani aytmoqchi edim. Mana shunaqa durianli shokolad bor ekan. Yaqinda durianni o'zini yeb ko'rdingiz, svejiya anaqasi. Sizga yoqdimi durian? Menga yoqdi ancha, yomon. Menga yoqmadi. Birinchi yeganimga balki yoqmagandir. Shunaqa 12 kaloriyali anaqa bor ekan. Bu ham 50 yuan. 50 yuan. Qancha? 85 ming. 110 mingga do'stlar, KitKat. Zo'ru. Ko'ryapsizlar, katta u mashinaga o'xshagan nima bu? Qanaqadir yomon emas. 190 ming so'm atrofida. Ha, ichidan kepka chiqar ekan, soyabon chiqar ekan. Ha, boyaga aytganga marketing, kepka chiqarib beramiz. Hisob beramiz. Ha, lotereya yutib olasizlar, mashinali bo'lasizlar va hokazo gaplar. Mana unaqalar bilan beradi. Ha, sumkachalari bilan sovg'a. Qarang-a, deydi-ku. Chiroyli-ku, shunaqa chiroyli narsalarni yaxshi ko'raman. Nima ekan bu? Krekerlar, italyanskiy krekerlar. Nech pul? 60 yuan. 60 yuan, 100 ming so'm. Normal, yaxshi. Og'ir. Qani? Ha, tayyor xamir nimasi bu? Kreker. Kreker, ha, yeb o'tirasizda xullas, shunga o'xshagan narsa. Men bilmayman bu narsalarni. Siz yaxshi ko'rasizku? Men dehqoncha, sho'rva, osh, qozon kabob, shunga o'xshagan halim, ha? Shunga o'xshagan narsalar. Italyan, Kamerada fransuz, boshqa odam, hayotda boshqa odam. ispano, unaqa narsalarni men bilmayman. Shunaqa. Mana do'stlar, tekinga olma tarqatishyapti. Lida yeb ko'r, mana bitta olay. Tekinga. Ha. Olmasi yaxshi ekanmi, yo'qmi? Yaxshi ekanmi? Yaxshi ekan. Mayli. Keyingi safar olamiz. Mana do'stlar, biz xolodilnikka ichidamiz. Tepadan sovuq urib turibdi. Shunaqangi konteynerlarda juda katta mahsulotlar assortimenti bor. Bu yoqda yogurtlarimiz, sutlarimiz bor. Og'izdan uflasangiz par chiqadi do'stlar, par. Bu joyda ko'p turmaymiz. Do'stlar, mosh kerakmidi? Mosh. Mana moshni 2 kg 300 gram. Narxi 50 yuan. 85 ming so'm atrofi.
Zig'ir yog'mi? Olive oil ekan. Ha, oliv bu. Wow. Do'stlar, zaytun yog'i 3 litr ekan. 140 yuan ekan. 140 yuanimiz taxminan 250 ming atrofida pul bo'ladi. 250 ming 3 litrga juda zo'r. Menimcha juda zo'r. Mana 5 litr jo'xori yog'i 230-240 ming so'm. Yonida do'stlar yer yog'i bor, u ham shu narxda. Ko'rib turibsizlar, bunaqangi sortlari ham bor. Yer yong'oq. Yer yong'oq. Hidi g'alati bo'ladi. Ha, hidi yaxshi bo'lmaydi. Baliq hidiga o'xshatgandim. Shunaqa. Do'stlar, Lida Nutella ko'rib qoldi. 51 yuandan. Ha, 600 grammli ekan. Shug'ay Nutella. Taxminan 90 ming so'm atrofi do'stlar. 600 gram Nutella. Do'stlar, kassaga qarab yaqinlashdik. Shu joyi o'zida QR kodimiz bilan narxlar to'lab olamiz. Bizda ozgina go'sht va avokado olganmiz, unaqa ko'p narsa olganimiz yo'q. Hozir narxini sizlarga aytib o'ramiz. Umumiy qancha bo'lgan? Umumiy do'stlar 344 yuan bo'ldi. Bu 600 ming so'm. 600 ming so'm pul. Mana shu 3 ta narsa. Go'shtimiz 1,5 kilo bu. Taxminan 1,3 kilo bu. Do'stlar, biz 600 mingga shunaqangi go'sht oldik, tagiga 3 kilo va avokadolarni oldik. 600 ming bo'ldi. Sam's Club qo'shimcha plus tomonlardan biri shunaqangi nimalarimiz bor? Hot dog, lavash, pizza, ovqatlarimiz bor. Shunaqangi narsalarimiz bor do'stlar. Arzon garovga, ya'ni arzon ko'chaga chiqsangiz bunaqangi narx yo'q. Taco ham bor ekan. Aynan Sam's Club rezidentlari uchun qaysidir ma'noda. Faqat naryoqda muzlarimiz bor. Hozir muzlarimizni go'shtlarimizni orasiga qo'yamiz. Shu bilan ketamiz do'stlar. Yakunlaydigan bo'lsak, Sam's Club yuqorida aytganimizdek, biz boshida kelganimizda birinchi yillarda biz bilmaganmiz. Bunaqangi QR kodlar bilan kirish kerakligini, qanaqangidir pullar to'lash kerakligini, nima uchunligini, chunki O'zbekistonda bu narsa yo'q edi har doim. Xitoyga kelib bildik, Sam's Club shunaqangi narsaligini. Amerikaliklar juda yaxshi biladi bu sistemalarni. Costco degan do'konlar bor, Walmartlar bor. Shuning uchun biz O'zbekistonda bo'lganimiz uchun bilmasdik. Hozir mana 40 dollarga yaqin pul berganmiz bir yilga, lekin bu pulni ishlatayotganimiz yo'q. Qaysidir ma'noda yolg'on yo'li bilan bir kirganimiz bilan bu rashod bo'lib ketyapti-da. Shunaqa do'stlar, Yaqiyevlar oilasiga obuna bo'ling, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Keyin kurslarda ko'rishguncha xayr.